kun menga telefon qilishyapti-da, nomerimni qayerdan olishgan bilmayman. Menimcha, menejerlarim berishgan, gaplashib ko'ring deb, men maylim bering degan bo'lsam kerak, eslolmadim. Bir kun telefon bo'lyapti, xullas. Bitta ayol telefon qilyaptilar-da. Men siz bilan tanishganimdan xursandman. Men siz bilan gaplashishni xohlardim, sizni ko'rdim, darslaringizni eshitdim dedilar. Ha, xo'p, eshitib turibman men bilan. Nima gap, nima bo'ldi deb endi so'radim. Taq etib qo'yib qo'ymaysiz telefonni, baribir ham odam sizni shunchalik hurmat qilib telefon qilyapti. Men so'rayapman, nima bo'ldi? Nima muammo desam, men deyaptilar, bir haftadan keyin qarz berishim kerak. Menga shuni chiqish yo'lini o'rgating deyaptilar. Endi qarang, bu eng katta xatoda. Ular menga telefon qilyaptilar, lekin borish kerak va ishonishlari kerak bo'lgan joy umuman boshqa joyda aslida-da. Ular menga telefon qilyaptilar deb so'rayaptilar. Aslida inson kimga ishonish kerak? Kim tomonga bosh egish kerak? Ana o'sha ishonchi u qilgandan keyin, o'sha ishonch mustahkamlagandan keyin unda o'sha qarzlardan uzilish boshlashadi. Biz nima qilamiz? Ishonib boshqa joyga, ya'ni bosh egib qo'yamiz. O'shaning uchun ham mana shu narsa bizga teskari ishlashni boshlaydi.